birinchi step ishni o'rganish o'sha soatni keyingi qilishni. Uni o'rgansak, boshqa nimalarni o'rganib olamiz. Boshqa uni adamni o'rganmaymiz-da. Tajriba orqali. Uni shu animal model deymiz. Shu şaşqallardan başlaymiz. Biroq şaşqallar degan simple siz. Maymunlar bizga yomon yaqin, aşkım shu maymunlardan başladik. Unda bo'lganda sizning vaqtim e'lon qilgan tadqiqotingiz endi nima uchun bu dunyoda shunchalar g'olg'oli qo'zg'ab boshqalarni tekshirib, uni investigation qilib degandek g'olg'oli qo'zg'ab ketadimi? Buningki ahamiyati nima chiqarishlar shunchalar qiziqadi deyman bu. Shu reprogramming degani shu stem cell biz chashqanda qilgan. Biroq shu maymun odamlardan 7-8 yil bo'ldi demak biz qilmayapmiz. Buni 2 yil burun Korean Huang degan maqola yozib men odamniki stem cell reprogram qilib yasadim deb. Shundaqdi Nobel Prize beramiz deb, bunday qilamiz deb. Biroq keyin qarasa bu yolg'onchi. Boshqa biz endi buni maymundan qilgandan keyin gumon qildik. Hozircha hamsi davotida bu maymunlarda, primatelarda, odamlarda buni reprogramming qilgan bo'lmaydi. Ama chashqanda qilgan bo'ldi. Biz ko'rsatdik-da, ya biz qildik, biz topdik yo'lni qildik deb. Aynan 2 yil bo'ldi. Cho'ng jurnallar nima bo'ldi? Ular obro'y nima qilib, boshqa hamsi qo'qib. Ashla Koreyalik yog'onchining narsasini e'lon qilayotgandan keyin ularning obro'yi tushib ketdi. Bo'lmasa hamsida aytdi, qanaqalarcha sizlar birinchi jurnal, qanaqalarcha sizlar bu yog'onni nima qilib, shuncha nima qilib endi boshqamiz qo'qib tekshiramiz. Bo'lmasa bunda bo'lmaganda hech qancha tekshirmaydi. Review qilgandan keyin qaraydi, yaxshi qanaqalar chiqib qoldi. Meniki maqomni bular qarab bu yog'on bo'lsa eski deb boshqa bular boshqa laboratoriya nima qilib ulardan so'rab men ularni bilmayman. Sizlar shu metodning laboratoriyani qilgan resultni tekshiranglar. Rostini aytamdi yo yog'onni deb. Boshqa 5-6 oy o'tdi-da bular nechida maslashib qanaqalar chiqamiz, kim qildi, qanday qildi deb. Ondan keyin shu laboratoriyani tepib Avstraliyada ishlar bizniki nima qilgan resultlarni bular tekshirib, ondan keyin nechaga qildi-da. Degan ras bular klon qildi, o'sha stem cell shu cho'ng maymun turib edi, turib chiqdi. Ondan keyin bu nature nima qildi? Maqolani olamiz, chiqaramiz deb. Chiqqan nimada jurnalda boshqa laboratoriyaniki ular yozdi report. Bunda qoldi deb. Shu ish bo'lib chiqdi. Bir jurnal. Bizniki nima? Bizniki maqol, mumkin avvalgi maqoli biz ularni nima qildik? Tekshirdik, hamsi durust chiqdi deb. Biroq bu unda bo'lmasa kerak. Hech qachon bo'lmagan narsa sizga kelgan vaqtida Koreyalikning yog'oni etib qo'yishi bilan sizga kelgan vaqtida bu ular tuzumini chingaytirib, yana o'zlarining obro'yini tushib ketmasligi uchun tekshirib, shunday ishni 6 oyga yaqin tekshirdi degan gap turibdi. Bunda shu boshqa bo'lsa proyektni biz mart degan. Siz Avstraliyada qachon e'lon qildingiz bu natijani? 5-oyda e'lon qildingiz? Men vaqtda maqolam Nature berib qo'ygan. Ular Chicago bizning cho'ng yig'inda bu stem cell yig'in. Har bir yerda bo'ldi, har bir yil. Shu yil Avstraliyada bo'lgan. Shu bizniki nimki prezidentlari menga telefon qilib sen shuni report qilsang deydi. Men dedim maqolam nimada Nature'da bular texi chiqamidi uni. Ya bo'lmasa texni reviewsini tugatmadi, boshqa men nim qilmayman dedi. Ular deydi biz Nature'ni so'raymiz, sen o'zing so'ra, ruxsat so'ra. Deb men Nature'ni so'radim, lekin ular so'rabdi,
мүмкін нечеде алла жығынқап бопты деді. Бірақ ола деттем неме нұрғын дейме, мұны десең болды. Оның декен коммент қыма, журналистларға гәп қыма, ештем демеді. Онан кейін ола қапты да, башқа немеде немла болды, сайнтистлар, журналистлар болмайды, ешкім білмейді де қапты да. Бірақ еді 7-8 журналист болды кенде. Бұла 20 сағаттың ішінде онлайды шықты. Оның кейін шықтым кетті. Уақытта оның нейчеға немеде ола қоқыпты, ешкімге қымады, өздерім ештем демей. Бұлардың сорысы ма, сен маштақ мақалы бамын десе, ештем демейміз, білмейміз деп тұқапты. Demek siz şu jarayonda şu tunji bo'lib, şu primatlarda stem cell qirg'il bo'lganligini isbotlab chiqdingiz. Sizdan burun boshqalar maymunda stem cellni qayta reproduction qilib bo'lmaydi deb o'ylab kelgan. Durust. Boshqa hayvonlardan chiqaraman, chashqandilar. Stem cellni chashqandilar chiqadi masalan. Qo'ydi chiqadi. U reproduktiv qildi. Reproduktivchi qo'y nima? Klonlarda bo'lmasdan. Klonni qildi, biroq stem cellni chiqaram deydi. Nimda chiqqan, nimda chashqan. Boshqa nimalarni bunday klon qilgan, tirik klonni. Biroq bunday stem cell dedim qo'y, nimda Petri dishda to'xtatib olgan bular chiqaram degan, hech qanday nimda boshqa hayvonlar. Uni anglashga mushu bizdemizku chashqan degan eng yomon yenik. Oson. Oddiy hayvon. Anglashga bular mushu qavlar, qo'ylar, primatlar, ularniki qirin bo'lmaydi. Biroq biz hozir ko'rsatdik, biz u nima emas, bu maymun degan keyin primate bu odamdan qolgan bo'ldi deb. Demak, butun dunyoni hozir sizningki tadqiqotingiz va natijangiz qiziqayotgani. Demak, buni maymunda qilib olgan ekan, odamda qilib bo'ladi. Demak, odamda qilib bo'lsa, kelgusida shunday nurg'unlagan kasalliklarga shifo topilmasdan qirmaslikni oldini oladi. Odam qirmay uzoq yashaydi. Sizdan tunda odam o'lmay yashaydigan qilib bo'lamdi. Her 20-30 yılda şundan bir takım hücrelerini almıştırıp, a'zolarni almashtirib deganda. Ishta qilish bo'sh mumkin. Odamning nimasini umrini uzatishga bo'ladi. Undan keyin men yana bir qiziq vaqtini aslan stem cell qilib bir odamni uniki bir odamniki hujrasini elib qaytib tuxum qo'yib, yana bir stem cell embryo'ni chiqardıqda yani chiqargan vaqtda başını ishtirib chiqarsak, bu mesela odamni oldik buni bir odam bo'lib chiqamdi yoki buni demakchi o'g'il mesela men hozir bir yurakka ehtiyojliqdan yuragimni almashtirsam bo'lmaydi. Shunaqanda stem cell qilib nafsi odamni qilmay birlam yurakni yoki bo'lmasa birlam qo'lni, birlam putni, birlam ko'zni degandek shunday yetishtirib chiqib bo'lamdi. Kilolab yoki stem cell qilib. Ya, bu stem cell triggerda stem cell degan organizm emas. Embriyo emas, bu degan stem cellda bir talda o'sadi. Biroq biz signallarni bersak, bular yig'ilib bir organizm bo'lmaydi-da, biroq nima bo'ldi? Yurakniki nima sellari, yo bo'lmasa muscle, yo bo'lmasa neuron, nima-da o'sha Petri dishda. Shuni elib mumkin salimizda yurakka qo'shimiz boshqa. Hozircha biz organlarni ishlamaymiz-da.